Assalomu alaykum. Bizning Izo Depo kompaniyasi kuzatuvchilarimiz, bugun navbatdagi obyektimiz Buxoro viloyat, Buxoro shaharda bo'ladi. Bu yerda meva bilan, sabzavot bilan shug'ullanadigan tadbirkor akamizga 7 ta kamera qurib berdik. Har bir kameramiz 100 tonna meva va sabzavot saqlashga mo'ljallangan. Bu yerda hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kivi, banan, olma, karom, hamma mahsulotlar bor. Kelinglar, sizlarga hozir kameraning ichida nima saqlanayotganligini ko'rsataman. Bu yerda hozir mana kivi saqlanyapti. Ko'pchilik kivini qanaqa saqlanar ekan deb o'ylab o'tiradi. Eng zo'r kivilar qayerda yetishtiriladigan bo'lsa, biladiganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu yerda hozir nok saqlanyapti. Xitoydan noklar kelgan. Mana Buxorodamiz optim joyida. Vot mana. Chiroyli saqlanishini qaranglar. Sizlarga ham shunaqa xolodilniklar kerakmi? Bizga murojaat qilinglar. Hamyonbop narxlarda va professional ustalar tomonidan qurib ishga tushirib beramiz.